Taobao bo'yicha 3-darsimizda ushbu darsda biz sizlar bilan Taobaodan ro'yxatdan o'tishni o'rganamiz. Demak, Taobao ilovasiga kirganimizda pastda ikkita knopka turadi. Bu sariq tugmali yoki bu. Shu ikkalasidan bittasiga bossak, bizlarni ro'yxatdan o'tish bo'limiga o'tkazadi. Chunki biz hali ro'yxatdan o'tmaganmiz. Shuning uchun birinchi bo'lib bizdan baribir biron tovarga kirib sotib olaman desam, birinchi ro'yxatdan o'tishni talab qiladi. Shuning uchun birinchi bo'lib avval Taobaodan ro'yxatdan o'tib olamiz. Demak, yo bunisi, yo bu tugmaga bossak bo'ladi. Keyin biz sariq tugmani bosamiz. Hop, ushbu sahifaga kirganda bu login sahifasi, ya'ni bu agar oldingi akkauntingiz bo'lsa, shu yerda login parollarni terib, qayta o'sha eski profilingizga kirsangiz bo'ladi. Biz esa yangi profil ochmoqchimiz, yangidan ro'yxatdan o'tmoqchimiz. Bu uchun mana bu sariq yozuvni bosamiz. Bu ro'yxatdan o'tish degani. Hop, ushbu sariq tugmani bosganimizdan keyin shunday oyna ochiladi. Agar mana bu joyda 998 kodi turgan bo'lsa, nomeringizni qolgan davomini yozsangiz bo'ladi. Agar boshqa raqam +86 yoki boshqa kod turgan bo'lsa, buni bosib, birinchi bo'lib ushbu joydan 998, ya'ni O'zbekiston kodini topib olishingiz kerak bo'ladi. Hop, O'zbekistonning kodi sal pastroqda bo'ladi. Topib olamiz. Mana ushbu joyda 998 likni bosamiz. Demak, davomiga telefon nomeringizni teramiz. Va pastdagi ushbu galochkani bosib qo'yamiz. Demak, ko'rgan bo'lsangiz, endi sariq tugmani bosamiz. Sariq tugma bosilgandan so'ng o'sha telefon nomeringizga SMS kod boradi. O'sha 4 xonali. Shuni tersak bo'ldi. Odatda Uzmobile, UMS nomerlarga SMS kelishi qiyin bo'ladi. 2-3 martalab qayta uringandan so'ng SMS kelishi mumkin bo'ladi. Hop, UCell, Beeline nomerlarga SMS tezroq ma'nosiz keladi ko'pincha. Hop, bu kod emas, bu oldin kelgandi. Videosi olib test ko'rdik. Demak, kutamiz. Hop, bir necha urinishlardan so'ng va nihoyat bizga SMS keldi. Hop, video olish uchun 2-3 marta takrordan qilganimiz uchun bizlarni bloklab ham qo'ydi bir vaqtga. Shuning uchun boshqa telefondan harakat qildik. Bizga SMS kod keldi. Hop, SMSdagi kodni teramiz. Kod terilgandan keyin sizda shunaqa sahifa chiqishi mumkin. Agar Alipay o'rnatilmagan bo'lsa, sizda chiqmasligi ham mumkin bu holat. Uch anaqa anavi joyi yo'q. Prosta Taobao'ni Alipay bilan ulaysizmi, Taobao'ni Alipayga ulab qo'yasizmi deb so'rayapti. Hozirgi holatda, bizning holatda masalan kerak emas. Agar sizga Alipay o'rnatib o'qigan bo'lsangiz, agar sizga kerak bo'lsa, shu galochkani qo'yib, keyin sariq tugmani bosishingiz mumkin. Shunda Alipayingiz Taobao ilovasiga ulanadi. O'sha profilga, ro'yxatdan o'tgan hozir ochgan profilga Alipayingiz ulanadi. Bizga hozir bu kerak emas. Va xuddi shunday qilib, mana tayyor. Biz o'sha ro'yxatdan o'tdik. Endi Taobao ilovasidan bemalol to'liq foydalanishimiz mumkin bo'ladi.